Agar qo'limizdagi kompas Allohning roziligini ko'rsatadigan kompas bo'lganda, qilayotgan hamma ishimiz to'g'ri bo'lardi. Lekin birimizning kompasimiz dunyoni ko'rsatadi, ma'qul yur deydi. Birimizning kompasimiz mansab, birimizning kompasimiz obro', birimizniki mashhurlik. O'shuning uchun har tomonga yurib, chochilib yuribmiz. O'zi avvalambor mana shu ayniqsa mana o'g'il bolalar xususan endi oq qorani ajratib 7, 8, 10 ga kirganda mana bu o'lchov tushunchani to'g'ri qilish kerak. Otalar, yosh otalar. Allohning roziligi birinchi o'rinda turish kerak bolam. Birinchi maqsading nima qilsam Xudo mendan rozi bo'ladi degan e'tiqod bilan yashagin, qolgan problemani Alloh hal qilib beradi. Domlalarning gapiga qarasang, olma pish og'zimga tushdi deb o'tiraveradi. Kim aytdi senga unaqa deb? Zo'r hunarni tanla, zo'r kasbni tanla, ilmni o'qi, zo'r qil. Katta pul topadigan mehnatni, ilmni sababini qil, lekin qalbing Alloh bilan bo'lsin.